Bugungi darsimiz energiya haqida bo'ladi. Ko'pchilik energiya haqida hamma gapiradi, ko'pchilik gapiradi, lekin hamma qanaqa qilib energiya olishi, ya'ni quvvat olish haqida ko'p ma'lumotlar bor. Bu degani, siz ovqat pishirmoqchisiz, butun dunyoda har bitta xalqqa o'ziga tegishli ovqatlari bor. Tasavvur qilsam, nechta milliy millat bor bizada va nechta milliy ovqat turlari bor. Bu narsani ovqatlarni san-sanog'i yo'q, umuman sanab bo'lmaydi. Xuddi shunaqa resursni qayerdan olish ham xuddi shunaqa. Hamma joyda resurs olish imkoniyati bor va hamma buni o'rgatadi. Lekin hech kim mana shunaqa ovqat qilishni, ovqat qilayotganda qozon yuvish kerakligiga hech kim e'tibor bermaydi. Mana bu chirk qozonga hamma million xil ovqat qilishni o'rgatadi. Sizni qozoningiz, ya'ni ruhiyatingiz toza bo'lmas ekan, siz qanaqa ovqat qilishingizdan qat'iy nazar, ovqatingiz, ishoning, siz xohlaganchalik chiqmaydi. Eng zo'r produktdan, eng qimmat produktdan, eng qimmat milliy taomlardan, eng qimmat retseptlardan ovqat qiling, lekin qozoningiz, ya'ni ruhiyatingiz toza bo'lmas ekan, siz kutgan, siz xohlagan ovqat hech qachon o'xshamaydi. Yoki siz o'ylaysiz, tuzini past soldim deb o'ylaysiz, yoki o'ta mehr bermadim deb o'ylaysiz. Yo'q, unaqa emas. Qozonni tozalash qozonida chirki bo'ladi, to'g'rimi? Mana shuni chirkini yuvishdan, qozonni tozalashdan boshlanadi. Agar sizni qozoningiz top-toza bo'lsa, yangi bo'lsa, yaltillab turgan bo'lsa, ishoning, 3 ta produktdan eng arzon 3 ta produktdan solib ham, misol uchun yog', piyoz, tuxum solib ham eng shirin mazali ovqat qilsangiz ham bo'ladi. Xuddi shunaqa ruhiyatingiz toza bo'lsa, ishoninglar, yashash oson. Endi bugun qisqacha mana shu haqda ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu haqda hech kim hech qachon gapirmagan. Buning uchun ruhiyatni tozalash qanaqa bo'ladi? Sizga Alloh har kuni quvvat beradi. Siz nafas olib turibsizmi? Siz yashab turibsizmi? Sizni yuragingiz urib turibdimi? Sizga demak mana shu kunga Alloh energiya bergan, quvvat bergan, kuch bergan. O'zi energiya ikki xil bo'ladi. Bir kunlik energiya, bir umrlik energiya. Endi sizga Xudo energiya beryapti, lekin siz har kuni charchagansiz yoki holingiz yo'q, lekin yoki nimadir ish qilgingiz kelmayapti. Har doim lanch bo'lib yotasiz, xohishlaringiz yo'q. Вроде бы maqsadingiz bor, nimadir qilmoqchisiz hayotda, lekin unga quvvatingiz yo'q, energiyangiz yetishmaydi. Qanaqadir bir sabablarni o'ylab topasizki, bugun emas, ertaga emas, indinga deb bugun qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni har safar orqaga suraverasiz va qarabsizki, yil o'tibdi, siz xohlagan rezultat yo'q, siz xohlagan maqsadingizga erishmadingiz va buni sababini bilmaysiz. Buni sababi bitta narsa. Demak, sizni o'tmishda kechira olmagan, qo'yib yubora olmagan, qabul qila olmagan insonlaringiz bor, holatlaringiz bor, vaziyatlaringiz bor. Toki siz o'tmishingizni u yoqqa o'tib qo'yib yubormas ekansiz, o'tmishingizni o'tib kechira olmas ekansiz, qayerdadir qabul qilinmagan vaziyatlarni bilmas ekansiz, qabul qilmas ekansiz, siz haliyam o'sha o'tmishda yashayverasiz. Endi qaranglar, energiya berilyapti, energiyani hozir va shu yerda maqsadlaringizga, xohishlaringizga ishlata olmayapsiz. Energiya qayerga ketyapti. Bugun qisqacha mana shu haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda siz o'zingizga savol bering. Siz hozir uyqudan turdingiz, nima haqida o'ylayapsiz? Kim haqida o'ylayapsiz? O'zi maqsadingiz bor, lekin nimani yoki kimlarni o'ylayapsiz? Kecha o'tmishda, hozir turmushda yashayapsiz, turmush o'rtog'ingiz bor, farzandlaringiz bor. Bor energiyangizni mana shu insonga, farzandlaringizga berish o'rniga sizni xayolingizda, sizni qalbingizda kim? Buni o'tirib, yozib, chizib chiqishimiz kerak. Bu darsni faqat qog'oz ruchka bilan ishlaymiz. Sizni hayotingizda siz qo'yib yubormagan insonlaringiz bor. Birinchi navbatda siz sevgan o'sha yoshlikdagi sobiq yigitingiz deylik. Siz u yigitingizdan uzilmas ekansiz, hozir va shu yerga turmush o'rtog'ingiz bilan bog'lana olmaysiz. Hozir va shu yerda u energiyani qaytarib ola olmaysiz. Siz o'tmishda nechta insondan xafasiz va ularni soni ko'p. Siz 25 yosh bo'lsangiz, 25 yillik, undan 3 yoshdan aql tanigan bo'lsangiz, 25 dan 3 ayirsangiz, 22 yillik siz xafa bo'lgan insonlarning ro'yxati bor. Siz hozir aql bilan aytishingiz mumkin menga, "Yo'q, men hech kimdan xafa emasman, bitta ikkita xafa bo'lgan insonlarim bor" deb. Yo'q, unaqa ishlamaydi bu sistema. 24 yoshdan 24 yoshingizda nechta insondan xafasiz? 23 yoshda nechta insondan xafasiz? 23 yosh, 22 yosh shunaqa qilib borib maktabga tushib, bog'cha payti 3 yoshgacha siz nechta insondan xafasiz?
Bu narsani faqat yozib chiqqaningizdan keyin bitta ro'yxatga qarang. 50 tacha odam chiqib qoladi. Taxminan 30 tadan lekin aniq oshadi. Mana shu 50 ta insondan xafamisiz? Demak, sizni energiyangiz o'tmishda mana shu insonni mana shu joyda, mana shu vaziyatda qolib ketgan. Endi nechta insondan xafasiz u mayli, xafagarchilik oddiy narsa. Nechta insondan kutuvlaringiz bor edi yoshlikdan. Nechta insondan siz rozi bo'lmagansiz. Nechta vaziyatlarni qabul qilmagansiz. Nechta vaziyatlarni umuman insonlardan g'azablangansiz. Eng kuchli energiyangizni oladigan hissiyotlar bor. Bu g'azab, alam, nafrat. U sizni qalbingizda qolib ketgan. Sizga birinchi beradigan savolim, o'tmishda kimni umuman kechira olmaysiz, kimni umuman nafratlanasiz, g'azablanasiz. Sizga miyangizga bitta taqqa etib savol javob keladi. Bitta, ikkita, uchta inson deysiz. Eng kuchli mana shu insonlardan g'azablanayotgan bo'lsangiz, alamingiz qolib ketgan bo'lsangiz, alamingiz qolib ketgan bo'lsa, umuman nafratingiz qolib ketgan bo'lsa, eng kuchli energiyani oladigan, vibratsiyasi kuchli mana shu emotsiyalarda turadi. Eng qizig'i bu o'tmishda, hozir emas. Siz buni aql bilan "Voy, men esimdan chiqib ketuvdi" deysiz. Yo'q, energiyangizni mana shular olib yotibdi. Endi o'tmishda yopilmagan, gapirolmagan, gaplaringiz qolib ketgan mundoq ochiq geshtaltlaringiz bor. Ochiq savollaringiz bor. O'tmishda ota-ona bilan munosabatlaringiz qanaqa bo'lgan? Ota-onaga qaysi joylarni gapira olmagansiz? Otangizga qaysi joylarni gapira olmagansiz? Onangizga qaysi joylarni gapira olmagansiz? Ota-onani o'rtasidagi munosabatlarni yoshlikda ko'rgansiz. O'sha joylarni, vaziyatlarni umuman tushunmagansiz. Mingdan ortiq savollaringiz bor. Har bitta savollar orqasida ochiq shunday nimalar bor. Miyada ochiq holatlar qoladi. Toki sizni miyangiz mana shu savollarga javob topmaguncha hozirgi hayotda o'sha joyda yashamaysiz. Hali yashamadingizmi, energiyangiz o'sha yoqqa ketyapti. Energiyani vazifasi o'sha savollarga javob topish. Javob qanaqa topadi? Shu savollarga vaziyatlarni yaratib berib topadi. Demak, sizni hozirgi hayotda maqsadingiz bor, lekin sizni energiyangiz bu hayotdagi maqsadingizga ketmayapti-da, o'tmishdagi savollaringizga muhit yaratishga ketyapti. Ya'ni u savollarga siz javob olishingiz kerak. Endi tasavvur qiling, siz mana turibsiz, sizda mana bitta qozoningiz bor. Bu qozoningiz tepadan sizga energiya keladi. Xudo sizni maqsadlaringizga, sizni missiyangizga, sizni qiladigan ishlaringizga yarasha quvvat beradi. Resurs aniq bor. Lekin u pastga ketyapti. Kutuvlarga, xafagarchiliklarga, alam, nafrat, g'azab qabul qilinmagan vaziyatlarga. U vaziyatlarga mayli, sobiq o'sha yigitingizga siz hattoki u insonni unutib yuborgan bo'lishingiz mumkin. Lekin u yoqda geshtalt hali ochiq turibdi. Unga gapira olmagan gaplaringiz qolib ketgan. Podsoznaniya ong ostida u bilan urushaveradi, u bilan kelishmovchiliklar bo'laveradi. Sizni o'sha joyga, o'sha vaziyatga olib chiqib qo'ysam, terapiyada biz shu narsani qilamiz. U joyda o'sha joyga olib shunday emotsiya ko'tariladi ayollarimizda. Mani mana shu gaplarim qolib ketgan, nafratim kuchayib yotibdi deydi. Tomog'imga tiqildi yoki qornim og'rib qoldi deydi yoki mana bu ko'krak qafasimda tosh turibdi deydi. Bo'ldi. Siz hozir tanangizni bitta his qilib ko'ring. Mana shu mani darslarimni eshitganingizdan keyin tanada o'sha reaksiyalar bo'ladi. Sobiq yigitingiz ko'pchilikda 90% auditoriyada yigit bo'ladi, bu norma. U bilan yo jahl ustida yoki alam ustida nimadirlar urushib, u bilan ora uzilib ketgan bo'ladi. Fizicheskiy tana holatida uzilgan, lekin emotsional uzilmagan. Mana shu insonni hozir eslaganingizda, tanangizda qaysi qismida og'riq ko'tarildi? Og'riq har doim tanani yo tomog'ida, yo ko'krak qafasida, yo qorinda yashaydi. O'sha joyga diqqatingizni qarating. U yerda og'riq paydo bo'ldi. Og'riq bormi tanangizda, energiyangiz o'sha yoqqa ketayotgan bo'ladi. Siz hattoki buni bilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi sizda savol tug'iladi. Endi nima qilishim kerak? Buni qanaqa yechim qilsam bo'ladi deb. Energiya u yoqqa ketyaptimi o'tmishga, o'sha 3 yoshdan boshlanadi. 3 yoshdan hozirgi yoshingizgacha o'tmishda hamma yoshda ochiq gestaltlar bor. Energiya o'sha yoqqa ketib yotibdi. Buning uchun men maxsus kurs tashkil qilganman. Aynan energiyani hozir va shu yerga qaytarishga, o'sha xafagarchiliklardan, o'sha qabul qilishni o'rgatishga, nafratlardan, alam, g'azablardan qutulish uchun aynan Qabuliyat 21 transformatsion kursini tashkil qilganman. Kommentariyada Qabuliyat 21 degan so'zni yozing, menejerlarimiz sizga aloqaga chiqib to'liq ma'lumot berishadi. Agar siz o'zgarishni xohlasangiz, atrofni o'zgartirishni xohlasangiz, birinchi navbatda siz ichki holatingizni to'g'rilang. Siz ichki holatingizni to'g'rilamaguncha sizni atrofingiz o'zgarmaydi. Hattoki bizda dinda aytishgan, atrofni o'zgartirmoqchimisan, birinchi navbatda o'zingni o'zgartir deb.